Assalomu alaykum bütün dünyadaki qarindoshlar. Men bugun sizlarga salom va hurmat, ehtirom bilan billa bizning mush dunyoda Xitoyning tahdidiga duch kelgan millatlar va davlatlar birlashib qurgan tashkilotimiz haqida ozroq ma'lumot berib o'taman. Biz Yapon, Uyg'ur, Tibet, Mongol, Vietnam, Tayvan, Shanghai, Hindiston qatorliq devletler ve milletler birleşip Hindi Tinch Okean Birlik Teşkilatı'nı kurup çıktık. Sizlerge bu haberini, hoş haberini anlatıman. Hem şunun bilen salam yollayman. Xitay tarafından besip elingan, Xitay kengayimchilik qilishga urinayotgan zaminlardagi milletler tarafından kurulgan şu rayondagi xalqlarning ve bütün dünyada izilgan xalqlarning inson haqlari ve demokratiyasi uchun xizmat qiladigan xalqarалық bir tashkilotdir bu qurilgan tashkilotimiz. Xitay u besip algan zaminlardagi xalqlarga elib kelayotgan vahshiylarcha tahdidi bargansa haddidan eshib bütün Osiyo qit'asidagi xalqlar ustiga kengaydi. Xitoyning Uyg'ur, Tibet, Mongollarga qartayotgan irqiy qirg'inchiligi, davlat terrorlik qilmishlari dunyoning tinchligiga cho'qim bir tahdid elib keladi. Xitoyning sharmandalarcha qilayotgan kengaymichiligi va qonunsiz besib olish harakatlari Osiyo qit'asining muqimligini va tinchligini buzyotidi. Jumladan dunyoning tinchligiga tahdid elib kelyotidi. Bu rayonlardagi xalqlarning tinch yashash orzulariga dushman bo'lyotidi. Dunyoning bexatarligiga va tinchligiga kun sari og'ir tahdid bo'lyotidi. Shunga Hindi Tinch Okean Birlik Tashkilotimiz dunyodagi haqqoniyatni qo'g'daydigan barliq xalqaroning uyg'unib Xitoyning bu qonunsiz qilmishlarini to'sishga, Xitoyning qonunsiz besib olgan zaminlardagi millatlarga qartayotgan irqiy qirg'inchiliklari, davlat terrorini to'xtatishga bizga yordam qilishga chaqirdi. Hindi Tinch Okean Tashkiloti Osiyo qit'asidagi Xitoy tahdidiga uchrayotgan barliq xalqlarni va davlatlarni tashkilotimiz bilan billa bu zaminlarda yashayotgan xalqlarning xotirjamligi va tinchligi uchun birga harakat qilishga, erkinlikka va hurriyatga erishish uchun hassa qo'shishga chaqirdi. Rahmat sizlarga. Ben muşu çakırıqni bugün sizlerge anlattım. Bizni qo'llashinglarni ve her cihetten hemkarlaşıp Xitoyning tahdidiga birlikte taqobil turishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga.